Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan ben Minecraft. Bugun videoni afishasidan ko'rgan bo'lsangiz, Minecraft kartasini portlatamiz. Unda qani teshishni boshlaymiz do'stlar. Juda ko'p bloklar bilan o'ralgan. Surrealda buni afsuski qilib bo'lmaydi, shuning uchun kreativda qilamiz do'stlar. Shaxtayu do'stlar. İşimiz bo'lmaydi, endi ketdik. Mana chiqib ketdik kartadan. Endi chiqib turib. Do'stlar, kim bilmagan bo'lsa bilib olsin. Kartani tashqarisiga blok qo'yib bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu yerdan blok qo'yishni boshlaymiz. Do'stlar. Bombani o'ta ko'paytirib tashlaymiz. Sekin chiqib olamiz. Keyin sirazi portlatib olamiz do'stlar. Keyin qanaqa portlayotganini ko'ramiz. Qani ana ketdi do'stlar. Uf. Ona qaranglar. Do'stlar. Portlaganini qaranglar do'stlar. Mana haligi qizil ruda Minecraftda kam uchraydigan. Do'stlar, mana uni qaranglar. Hozir yana bir marta uni qaranglar. Hozir yana bir marta kartasidan chiqib, yana bir marta portlatib ko'ramiz do'stlar. Ungacha men pauza qilib turaman. Mana do'stlar, pauzada to'ldirib ham oldik. Qani yana bir marta portlatamiz. Bum. Ketdi do'stlar. Ona qaranglar. Temir, lekin biz kreativdamiz. Do'stlar, buni qaranglar. Hozir uni istashgan joyimizni qidirib ko'raylikchi do'stlar. Mana do'stlar, uni istashgan joyimiz. Yonida teshibmiz do'stlar. Mana chiqdik. Uni portlatgan joyimiz qani ekan? Yonida portlatibmiz do'stlar. Shu bilan video tamom. Sizlar bilan ben Minecraft bo'ldi. Afsuski bu Minecraftga skinim o'tmadi. Buning uchun uzr so'rayman do'stlar. Albatta videoga like bosing, obuna bo'ling. Kommentariyada o'zlaringizni yaxshi fikrlaringizni qoldiringlar do'stlar. Xayr.